Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi demak mavzumiz eksudativ kataral diatez deyiladi. E, Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz demak eksudativ kataral diatez. Ya'ni erta yoshdagi bolalarda hozirgi kunda eng ko'p uchraydigan o'sha konstitutsion anomaliyalardan biri. Demak, konstitutsiya bu nima? Bu irsiy va orttirilgan morfologik, funksional, bioximik va psixik xususiyatlarning yig'indisi bo'lib, organizmni oddiy tashqi va ichki ta'sirotlarga nisbatan adekvat reaksiyasi hisoblanadi. Ba'zi bolalar mana shu tashqi muhitdagi o'sha omillarga nisbatan chidamli bo'ladi. Ba'zi bolalar esa bu chidamliligi past bo'ladi va konstitutsion anomaliyasi, ya'ni EKDsi yoki diatezi bor bolalarda esa tashqi ta'sirotlarga nisbatan kuchli patologik reaksiya bilan javob beradi. Mana shu holat demak diatez deyiladi. Demak, diatezga nima sabab bo'lishi mumkin? Allergenlar demak ekzogen va endogen bo'ladi. Ekzogen, endogen va ekzogen, ya'ni tashqi muhit allergenlari bo'lishi mumkin yoki ichki muhit allergenlari bo'lishi mumkin. Ekzoallergenlar bu infeksion bo'lishi mumkin yoki noinfeksion bo'ladi. EKDda ko'proq ekzogen ovqat allergenlari ahamiyatga ega. Ya'ni ekstrativniy kataralniy diatezda demak ko'proq ovqat allergenlari bo'ladi. Bu nima? Mahsulotlar eng ko'p uchraydigan bu tuxum oqi yoki sarig'i, baliq, asal, qulupnay, apelsin, mandarin, limon, shokolad, mana shu demak mahsulotlardan keyingi ko'proq ekstrativniy kataloniya diatez kuzatiladi. Bundan tashqari antibiotiklar, emlash materiallari allergen bo'lishi mumkin. Erta yoshdagi bolalarda o'sha vitamin B6 ning yetishmovchiligi ham allergik holatni vujudga keltiradi. Ya'ni B6 yetishmovchiligidan keyin ko'proq allergik holatlar keladi. Shuning uchun demak allergiya vaqtlarida biz vitamin B6 ni ishlatsak, bu maqsadga muvofiq, ya'ni allergik jarayonlarni sekinlashtirib beradi. Endi allergenlar organizm ichida hosil bo'ladi. Tabiiy allergenlarga immun tizimida mutlaqo izolirlangan to'qima antigenlar misol bo'ladi. Masalan, ko'z gavhari, nerv to'qimasi, qalqonsimon bez kolloidi, jinsiy bezlar kiradi. Bular to'qima baryeri zararlangandagina immun tizimi bilan to'qnashadi va organizm uchun yot hisoblanib allergiya chaqiradi. Orttirilgan endoallergenlar infeksion, ximik, fizik faktorlar ta'sirida zararlangan organizm hujayralarida bo'lishi mumkin. Endi organizmga birinchi marta allergen tushgan vaqtda globulin fraksiyasida o'zgarish kelib chiqadi, ya'ni globulinlarda. Keyinchalik esa ikkinchi marta bu o'sha o'zgargan globulinlar bular reagenlar deyiladi. Ikkinchi marta o'sha yana allergen tushgan vaqtda o'zgargan globulinlar bilan uchrashadi va gaptenni hosil qiladi. Ya'ni gaptenlar bo'ladi. Gaptenlar esa teri ostidagi kapillyarlar endoteliyasida to'planib boshlaydi. O'sha hosil bo'lgan gaptenlar. Uchinchi marta yana demak allergen tushganda esa antigen antitela kompleks, ya'ni reaksiyasi sodir bo'ladi va o'sha bu reaksiya terida kechadi va asosiy klinik belgilarimiz o'sha terida namoyon bo'ladi. Endi patofiziologik a'do tomonidan allergik reaksiyalarning uchta stadiyasi bor. Birinchisi immunologik stadiya, ya'ni reaksiya antigen antitela terida so'rg'ich qavatida sodir bo'ladi. Ikkinchi stadiya patoximik stadiya, bular to'qimalarda proteolytik fermentlar ishlab chiqarilishi, gistamin, serotonin, bradykininlarning miqdorini o'sha oshishi bilan kechadi. Uchinchi stadiya patofiziologik moddalar almashinuvida ichki a'zolarda o'zgarishlar kuzatiladi. Endi EKDni ikkita klinik ko'rinishi mavjud. Birinchi demak klinik ko'rinishi bu
pastozli tip deyiladi. Ikkinchisi esa eretik tip bo'ladi. Pastozli tip bo'lgan, demak, ekada, ya'ni ekstrativniy katalonizatsiyasi bor bolachalar kam harakatchan bo'ladi. Bola tinch, juda ko'p uxlaydi. Bola semiz bo'ladi. Ba'zan demak ichi ketganda yoki qayt qilganda birdaniga bolachada ariqlash holati kuzatiladi. Terisi ho'l toshmalar bo'ladi. Ya'ni terisida ho'l toshmalar bo'ladi. Eretik tip bilan kasallangan bolachalarda esa bola arriq bo'ladi, harakatchan bo'ladi, energichniy bo'ladi. Bola juda ham ozg'in bo'ladi, ko'p terlaydi, ko'p yig'laydi bolacha. Ishtahasi yaxshi bo'ladi, ya'ni ko'p ovqat yeydi, lekin bola yaxshi semirmaydi. Uyqusi notinch bo'ladi. Ya'ni kechqurun ko'p turib yig'laydi, bola bezovta bo'ladi. Axlati o'zgaruvchan, bir ichi ketib qoladi. Ya'ni hech qanaqa ovqatda o'zgarish keltirib chiqarmasa ham, onasi tomonidan qo'shimcha nimadir kiritilmagan taqdirda ham bolaning ichi ketib yoki yana o'zidan o'zi yaxshi bo'lib, yana ichi ketib, yana yaxshi bo'lib yoki ichi qotib, mana shu holat kuzatiladi. Terisida quruq toshmalar bo'ladi, qichiydi, bola ko'p qusadi, o'sha ko'p qusib turadi va o'sha ko'p bolachada terlash holati kuzatiladi. Endi teri tomonidan bo'ladigan asosiy reaksiyalarimiz, bu birinchisi gnez, eng ko'p uchraydi. Ya'ni qovuzloqlar, qosh ustida, boshning sochli qismlarida, katta liqildoq atrofida qovuzloqlar paydo bo'ladi. Bu demak yog' bezlarining funksiyasining oshishi natijasida yuzaga keladi. Ba'zi holatlarda ko'ramiz, 1 yosh, 1,5 yosh bolachalarda ham mana shu qovuzloqlar bilan keladi bizga. Ikkinchisi молочный strup, yuzi qizarib, terisi qipqiqlanadi. Qichish natijasida pufakchalar paydo bo'ladi, yuzi maskaga o'xshab qoladi. Ya'ni mana rasmlarda ko'rinib turibdi bolachalarning yuzi. Mana shu demak молочный strup deyiladi. Keyingisi aprel isti yoki bichilish deb ataladi. Asosan tabiiy burmalar bo'lgan joylarda kuzatiladi. Ya'ni o'sha joyda qizarish paydo bo'ladi, hidlanib, namlanib turadi. Yaxshi qaralmasa bu eroziyaga o'tib ketishi mumkin. Ko'proq demak oyoq sonlarida, cho'g' sohasida, dumbada va bo'yinda kuzatiladi bu holatlar. Quyidagi rasmlar mana bu yerda sonda, mana bo'yin sohasida, dumbada va o'sha cho'g' sohalaridagi o'sha bichilishlarni ko'rishimiz mumkin. Keyingisi demak stroflius, teri ustida qizil papulyos toshmalar hosil bo'ladi, qichiydi, papulalar pufakchalarga aylanib po'stloq hosil qiladi. Ushbu holatda demak ko'proq onalar suvchechak anaqa suvchechak infeksiyasidan xavotirga tushib bolachasini olib kelishadi, lekin aslida bu yerda o'sha oddiy allergik reaksiya ketayotgan bo'ladi. Ya'ni stroflius mana rasmlarda ko'rinib turibdi, stroflius qanaqaligi. Keyingisi krapivnitsa, juda qichiydi, oqimtir qizg'ish rangda kuyganga o'xshaydi, ya'ni terisidan toshmalar ko'tarilib bir-biriga qo'shilgan holatda kuzatiladi. Ya'ni toshmalar bir-biriga qo'shilgan bo'ladi krapivnitsada. Krapivnitsadan boshqa infeksion toshmalardan ajratish uchun toshma usti bosib ko'riladi. Barmoq bilan bosilganda o'sha qizarish ma'lum bir vaqtga yo'qoladi. Bu demak allergik toshmani boshqa toshmalar bilan farqlashni usuli. Ekzema teridagi o'zgarishlar og'ir ko'rinishlardan biri bo'lib, kuchli qichiydi. Bola juda bezovta, uyqusi notinch, ishtahasi past bo'ladi, hatto tana haroratining ko'tarilishi kuzatilishi mumkin ekzemalarda. Demak, shilliq pardalarda bo'ladigan o'zgarishlar geografik til kuzatiladi. Til epiteliysining diskolomatsiyasi, yallig'lanish natijasida yuzaga keladi. Retsidivli katar, bu yuqori nafas yo'llari yallig'lanishi, ya'ni retsidivli katarda EKDsi bor bolachalar tez-tez yuqori nafas yo'llari kasalliklariga chalinuvchan bo'ladi. Ichakning retsidivli yallig'lanishi kuzatiladi va bolada boya aytganimizdek ich ketishi yoki yana normaga bo'lib yana ich ketishi o'sha kuzatilib turadi EKDsi bor bolachalarda. Endi davolashga keladigan bo'lsak, vitaminoterapiya qilamiz. B guruhdagi vitaminlar B1, B5, B6, B12, B15 vitaminlarni beramiz. Asosan biz beramiz demak B6
va B1 vitaminlaridan ko'proq foydalanamiz. Retinol beramiz, ya'ni vitamin A. Teridagi regeneratsiyani, buzilgan teri qoplamini tezroq tiklab beradi bizga retinol. Tokofirol beramiz, vitamin E 25-30 milligram berishimiz mumkin. Vitamin D beramiz, demak 500 ming единица. Antigistamin dorilar ketotifen 1 milligramlik chiqariladi, 0,05 milligram na kilogram 2 mahal berib turamiz. Dezloratadin siroplari bor, o'sha 1 millilitrda demak, 1 millilitrda 0,5 milligram saqlaydi. 6-11 oylikgacha 2 millilitrdan kunida bir mahal, 1-5 yoshda 2,5 millilitrdan bir mahal va 6-11 yoshlarimizda o'sha 2,5 millilitr kunida bir mahal berishimiz mumkin. Demak, nalkron beramiz 100 milligramlik, 5-10 milligram na kilogram bir kunda 4 mahalgacha berishimiz mumkin. Adsorbentlar filtrum tabletkasi beramiz. 1 yoshgacha bo'lgan bolachalarda yarimta tabletka, 1-3 yoshda demak yarimta tabletka, 4-7 yoshlarda esa bitta tabletka, 7-12 yoshda bitta ikkita tabletka, 12 yoshdan katta bolalarda esa demak 2-3 tabletkadan 3-4 mahalgacha berishimiz mumkin. Endi ushbu rasmda ko'rsatilgan giyohlardan 30-40 minut davomida damlama tayyorlab, 10-15 millilitrdan kuniga 3-4 mahal ichirsak, bolachaga o'sha toshmalarni yo'qolishiga ijobiy samara beradi. Ya'ni nima ramashka damlamasi, cherede, divasilar, manjetkalardan foydalanib o'sha toshmalarni, qolaversa bu damlamalardan foydalanib vanna qilsak ham, vannichkalar, ya'ni cho'miltirsak ham bolachalarni toshmasi yo'qolishiga ijobiy samara beradi. Pastozli tip bilan kechadigan diatezi bor bolachalarga giyoh, shu rasmdagi giyohlardan tayyorlangan damlama tayyorlaymiz. 4 stakan qaynagan suvga damlab, bir qoshiqdan 6-8 mahalgacha ichirsak, diurezni yaxshilaydi. Ya'ni bu aytdik, pastozli tiplar shishlar bo'ladi bolachada deb. Mana o'sha shishlarni yo'qotishga yaxshi yordam beradi. Ya'ni fialk trava, xo'sh, polivoy xo'sh yoki romashka damlamalari, krapiva damlamalaridan foydalanib ichirsak, ancha ijobiy samara beradi pastozli tipimizga. Ekidida demak ich qotishi kuzatiladi ko'proq. Ich qotishi kuzatilgan paytda ushbu demak xolosas, xafitol siroplari berish yoki magneziya sulfatni 10 gramligi paketchada chiqariladi. 500 millilitr suvga eritib, bir qoshiqdan 4-5 mahal bersak, o'sha ich qotishiga ijobiy samara beradi. Yoki ramashka damlamalarini tayyorlab ichiramiz. Endi toshmalarga mahalliy terapiya qilishimiz mumkin. Ixtiol mazlari, sink mazi, dekspantinol, larinden mazlari bor. Yoki ACDning 2% 3 fraksiyasidan foydalanib o'sha mahalliy terapiya qilamiz. Ko'proq demak, gormonal mazlarimiz ham bor. Sinaflan, gaksizon mazlarimiz bor. Sink mazi bilan birgalikda gaksizon mazini aralashtirib, demak, birga bir nisbatda o'sha ramashka yoki chirida bilan toshmalar yuvilgandan keyin surtilsa, bu demak yaxshi natija beradi. Yoki bo'lmasa dekspantinol bilan sink mazini kombinatsiya qilib ishlatishimiz ham demak ijobiy natija olamiz.